Köngli bilen hemmini tutkan, öylerni hem güldek tutkan. Sehnimizde eşindak işcan, anılarının hikayesi var. Ular sözü esretke makan, ular kamus, ular altın kan. Sehnimizde çiver ve çakan, anılarının hikayesi var. Bir kulida dünya tevrigen, üzün unutup persentin digen. Sehnimizde bizdin gem yigen, anılarının hikayesi var. Ularsız öy hasretke makan, ular tamus, ular altın kan. Sehnimizde çiver ve çakan, anılarının hikayesi var. Bir kulida dünya tevrigen, üzü unutup persentin digen. Bir kulida dünya tevrigen, özünü unutup perzentim digen. Sehnimizde bizdin gem yigen, anılarının hikayesi var. Anılarının hikayesi var. Anam yalğancha ana. Güdek vaqtlarımda apam o'xshagan bir qozon tamoq etib, tamoqning tetimliq yerlarini chinimizga usib berib, qozonning tegini o'ziga usug'inida, qatsidagi go'shtlarni terib bizga sappaginida hayron bo'lib uningdan so'rasam, "Balam, menga go'sht ziyon qildi. Qozonning tegini yesam salomatligimga foydaliq" deb aldaydi. Biz bugungi mehmonimizni sahnimizga taklif etib olishdan ilgari oldi bilan bugungi mehmonlarimizga o'rtaq bo'lib, biz bilan hamdostlikhan bo'lg'ach, ularning hikoyasiga quloq soladigan 4 nafar suyimli aziz mehmonimizni sizlarga tanishtirib o'tmoqchiman. Ular bo'lsa, ro'yimizga madad bo'layotgan Mehribon onamiz, Mehribon onalar kollektivining qurg'uvchisi, Jungo o'smirlari xayr-saxovat ishlarida 30 yildan buyon kishini ta'sirlantirgan shaxs, Jungodagi 10 cho'ng ko'zga ko'ringan ona, Junxo vatanni suyish yulduzi qatorliq sharaflarga noil bo'lgan Mehribon opamiz Rayhon oppay. Didor g'animat. Navbatda sahnamizga hayajon bilan taklif etgan yana bir aziz mehmonimiz bo'lsa, bala vaqtlarimizdan tortib yoshligimizgacha kino filmlarini ko'rib, qalbimizda ajoyib go'zal obrazi bilan izilib kelayotgan Xinjiang san'at sho'yanining dotsenti, nurg'ulg'an san'at mayslarini tarbiyalab chiqqan suyimli ustozimiz, atoqli kino cho'lpini Mehrigul muallim Didor g'animat sizni qizg'in qarshi olamiz. Bizning bugungi programmamizning film ishlaguvchisi shundoqlam mushu suyimlik bir olqishlik programmani ro'yobga chiqarishi uchun hammamizga yaxshi bir ulgu bo'layotgan hamda yillardan buyon o'zining aktyorlik mahorati bilan bizning qalbimizda cho'lponga aylangan Xinjiang televiziya stansiyasining atoqli rejissyori Xosiyat xonim Didor g'animat. Xinjiang san'at yurti naqsh usulimining dongli usulchisi, xalqimiz qalbidan cho'nqur o'rin olgan san'at shaydosi amaliyotda tanishtirishimiz hech qanday ehtiyojlik bo'lmagan, barliq ko'rmanlarimizga intayin tanishlik bo'lgan, tanimag'anlar qulqoni kasb bo'layotgan Asqar Iqbapandim Didor g'animat. Xush kelibsiz. Ekran oldidagi aziz ko'rmanlar.
Bugun biz anglamoqchi bo'lgan hikoyaning bosh qahramoni balkim bizni hayajonga silishi, intayin ta'sirlantirishi mumkin. Uning bishidan o'tkazgan issiq sovuqlari, farzandini davolatish yo'lida to'lagan badallari, shunaqla o'zining g'ayrati, shijoati bilan oxirida Qaysar o'g'lini tavlab chiqish jarayonidagi hikoyalari, kashmishlari cho'qim sizning bir anglab qo'yishingizga arziydi. Qenondaqda navbatda hurmat bilan bugungi aziz mehmonimiz Amangul xonimni sahnamizga taklif etamiz. Sahnamizga marhamat. Salam, naq maydondagi ustozlar, ekrandagi qarindoshlar, hammanglarga men Amangul Bahriddin mehrlik salom. Didor G'animat Amangulda sizni ko'rib xursand bo'ldik. Gerçi Amangul xonimni men 100 liran oldi ko'rib baxmagan bo'lsam-mu, biroq Amangulada menga intayin yiqishliq va go'yoki doim uchirtib turgandek tunish bir tuyg'uni berib turyapti. Chunki Amanguldamninki faxrlik o'g'li biz yaxshi ko'radigan inimiz Hasanjon, mayli tor dunyosida bo'lsin, mayli har qaysi kechiliklarda bo'lsin, televiziya programmalarida bo'lsin, o'zining g'ayrati, shijoati, eng muhimi, ya'ni kishini hayajonga sola oladigan yiqimliq gitar naqshlari bilan bizning hurmatimizga erishgan, bizni faxrlantiradigan, suyundiradigan davrdoshlarimiz qatoridan o'rin olgan. Shunaq bo'lganligi uchun Hasanjon tilga ilingan vaqtida tabiiy holda uning ulgu bo'lgan, uning madad bo'lgan, rag'bat bo'lgan, uning shijoat ato qilgan suyumlik onasi Amangul xonim tilga ilindi. Bugun Amangul adam bilan Hasanjon to'g'risida paranglashib fursati tug'ilibdi. Undaqda Amangulada Hasanjon to'g'risida agarda xohlasangiz, agarda shu tuyg'ular ochiq tilga ilishni xohlamaydim deb o'ylamasangiz, bizga o'tgan kunlaringizni bir so'zlab bersangiz. Rahmat. Mush fursatga erishganimdan shunda xursand bo'ldim. Mening ikki o'g'lim bor, qo'shkizak Hasanjon, Husanjon deb. 7 yosh kirdigan yili shu tuyuqsizlik bir kelishmaslik bo'ldi. O kuni men damagan o'ydidim. O'zim idoraninki mush tashviqot ishlarini tutdim hamdichu. Shu vaqtda bular top o'ynab chiqayotgan. Bizning aşağıda oshxona bor ekan. Oshxonaning oldida tashlandi quduq bor ekan. O quduqning ichiga top dapsi tushib ketibdi. Çıkıp ketkendik keyin bunun bilan yana bir bal ishkisi top ag'ilchibdi pastga. Qarshi bir chaqmoq tugan o't yiqibdi. Avvalo cho'ng bo'lgandan keyin baldir chiqibdi. Bu kichik bo'lgandan keyin o't uzun turib qolibdi. Quduqning ichida chiqib tabiiy saqlangan quduq ichidagi gazga o't tushib ketgan gapda. Quduq gazga o asli o gazni tindirib etish kerak ekan. Ular shu tindirib etkichi orliqda mushta vaqalar bo'lib ketdi. Shu vaqtda bu %94% ko'ygan. Qovurg'i taraflari shingsando deb qo'ydik-am, cho'nqurda, kuyuk darajada, 3-darajada aşındachu, ashda qattiq ko'yib ketdi. 3 oy Hasanjonni jiddiy qutqizish qildi endi u yerda. Men chiqib so'rdim, Hasanjon nim deydi desam, opam qo'rqib ketmasin, opam deb qo'yanglar, men yaxshi, opam qo'rqib ketmasin deb sinimi shunda dedi deb chiqdi. Bizimcha qaysi balning dorisini almashdiki debchi tinshaymiz deylik. Doktorxonaning terisidanchi qaysi Hasanjonning ovozidir, qaysi yan bir balning ovozidir deb. Ashunda qilib biz 3 oy doktorxonani maytog'da o'tkazdik. 3 oy bektasda o'tdi qo'ydim. 3 oy biz talada tuduq 3 oygacha. 7-oyning 31 shu vaqa bo'ldi. Talada iliq simotni quchoqlab yig'layman men. Doktorlar her bir çıkıdı, kan bisimi çıkıp gitti deydi. Her bir çıkıdı, her xil çıkıdı. İğir, sizler tayyorlik qilinglar deydi. Vay qanday qilaman deyman. Doktorga dedim men. Vay shu az deganda hozir bir 100 qitim operatsiya bo'lib ketdi. Her bir operatsiya kirsa shu gapni deydi-da doktorlar bizga. Mayliq simotni quchoqlab yig'layman. Qanday bulam deb miyib bo'lsinmi mayli, tarti joyida bo'lsinmi mayli. Tınıqı bolsun. Özüm tazlap, özüm baksam, tınıqı bolsa, bular qo'shmoq bo'lgankin bir-birisidan ağırılıp qalmasa deb. 3 oydan keyin rahbarlar Beyjingdagi doktorxona aloqalashib berdi. 3 oydan keyin Beyjingga bordik. 3 oygacha puti kesak tutdi. Bizni karvatdan o'tag'izmaydi ekan, o artoyanda o'tlasa, kasallar nim qildi deb. Biz o kunduzi, kecha kunduz qarigankin kechda yotadigan yer yo'q. Yerda yotdim men kechdichu, kechasi yerda yotdimiz. Atdiganda nim qilsam Hasanjonning og'zida guanza, bo'ynini qattiq apras qilganki, bu texmidirli olmay cho'ng kichiklar hammasi joyida bo'lib ketdi ekan. Shunda vaqtlarni o'tkazdik hamda. 3 oydan keyin putini Shigoga oldik qanondikin. Shigoda kechasi qattirimiz putini.
әттегенде алымыз. Шигоны алгандан кейін 5 метр ягычы маңдырмыз. Аран маңды. Şu vaqtlarda özünü onda ödüsdən çıxamaydı bu əmdi. Əmmi işlərini üzəm qılma. O alətlərdə bunu boynu tutuşub qalğan, küyə koltuqları tutuşub qalğan, ağızları tutuşub qalğan. Kim giysə, şu maykininki yaqısıdınca dolusu çıxıb qaldı Əzəncanın. Xalqlar köysümü cımdaq bir iştihləmdi. Qarab sasa. Aslında bu qaldı. Bu qarsam balam onun dinkin talaq başda çıxılı onu medi. Doktorxanaga apasaqmı? Yataq oturma apa çıxmayman deb bunu medi. Onu məğan toy balam unda qımma deb kütürəb bunu talaqlağa çıxdıq. Beycanı berib əpras qılıb boynunu açdı, qoltuğunu içib onun dinkin gəldik Ürümçidə əpras qıldıq. Şu çağda bunun qulunu açdıq əmdi. Bunun teri yetişməydikken, bunun 94% köygəndikken, tərəqqiyatla ilğarken, Əsəncanın bişiğə şu su urdikken, teri gücü, su mağdağanken teri köpəb, yoğuna etken nepizləb, şununla aç terini eğilib, bədiniga çapladı bunun. Aşında əpirəslərini qıb getdi, yani bir əpirəs gəlgən vaxtıda toğulğan günü doğru gəp qapdı. Şununla apa, bana tuyuqsuzlu gitar epbədəydi. Balam, gitar nim qılsa, dedim, mən gitarını nim qılsa, desem, sen gitar epbəməmsə, mən gitar çalımadəydi. O çağda əmdi, qoldurib, azırqıdəkmə əməsdə əmdi, şunun bilən eğir köygən, qoldur tatişi, peylirim köyəb ketken tutsa. Bu gitarını qanda çala, özünü ödüsdən çıxamayvasa, şəxsi ödüsdən çıxamasa, bu gitarını qanda çalıdı. Dəb şunun bilən, balam, sen bu əpirəsdə doktorға maslaşıb çıx. Sen doktorға maslaşıb çıxsan, seni bək yaxşı balı gərdəb, doktorlarımı yaxşı gördü. Mən sana onun gitarını elib doktorxanada tuğulan gün onu qıb berəydisim. Maqul dedi. Əpirəsdən oğuşluq çıxıbdı, bu şununda maslaşıb beribdi. Sonra bunun gitar epbədim. Gitar epəsəm, gitarını tarang-turang qılıb çaldı. Mən bu gitarını bunda küçüqü qoyab, bunda oynab atıdı deyib oylapdım əməmi. Xılı bir məzgillər geçimi bunun gitarını özünü çelib, bir naqşını başqa əçiqşıdığını fəqət oylamadım da. Şunun bilən bu gitarını elib, gitarlarını çelib başında qıldı. Bu ballarının dadısı mı tutlar, gitarlarını çalıdı öydümcü. Bular mı yaslayxanki vaxtıda süpügilərini gitar qılıb çelib, netçü süpügilərini buzub boğan akıf qışqısı. Xalqlar göz bazarlığı çıxsa xalqlamdı, qarab ketib qalıdı. Şu vaxtda da şu vaxtlarda şunun bilən mən hazırgıca balam qaçda deyimə. Balam, sen ən çiraylıq deyimə. Sen ən çiraylıq, sen ən qamlaşqan. Çünki sen bək küyümün basının, sen bək əqıllıq, sen bək sapalıq sen. Həmmə balla məktəbdə oqavatqa vaxtıda sen doktorxan düşüdün. Öylerde rahat yatıdığın vaxtıda sen doktor karvatlarda yattın sen. Şunu duma yani üzən tırışıp ügendin, üzən tırışdın, üzənlimi tırışcanlıqı var, sen bək əqıllıq, sen bək ən çiraylıq, sen bək qamlaşqan. Bir adam sendek buluş üçün özünü köydürmesi buldu. Şunun üçün sendek şikinci Əsəncan yok. Sen Aşdadım, şunağa sen nurgun adamlarga ülgü buluşun gerek. Nurgun saq adamlar var işlemeydiğen, işlardan kaçıdığan, pasif energiyalik, pasif adamlar mı var? Cemiyetke yük bulap kılıvatkan. Sen tirişcan. Şu vaxtlarda bu mu şiir yazıptı Əsəncan mı? Muş meyiplarının ki, faaliyetler katlaşıp, makallarını yazıp, mukapatlarga erişti. Faaliyetler katlaşıp birinci derecekini aldı, ikinci derecekini aldı. Şunda faaliyetcanda şunu ilhamlandırıp durman. Her bir faaliyetten kelse, neticelip kelse, dostlarım bilen gül almaya məxsucup boynun atıdığım. Ve Əsəncan mışında netice ep kepti. Əsəncan'ın aldığı çıkaylı. Əsəncan'ı iman kılaylı. Mışında turup mışında kılmak asan emez. Nurgun, normal adamlar var. Mışında neticelerge erişemeydiğin adamlar var. Dep şunla bunu rıhbetlendirip aslında kıldık. Rahmet ada.
hikoyangizdan hayajonlanib turib, ta'sirlanib turib ko'z yoshlarni oqizgan bo'ldik. Albatta balki bizning ustozlarimizning bu hikoyalar intayin ta'sir qildi deb o'ylayman. Hasanjonningki mushu qismatga duchor bo'lgandan keyingi kunlarda mayli davolanish jihatida bo'lsin va yoki har qaysi musobaqalar qatnashish jihatlardan bo'lsin, mukofotlarni olish jihatdan bo'lsin, sizlarni hayajonga soladigan, faxrlantiradigan paytlar intayin ko'p bo'libdi. Hatto o'zingiz har qatim guldastalar bilan kutib olib, uning xushalligiga jo'r bo'lgan bo'libsiz. Mushu jarayonlarda jamiyatning bir go'zalligini va yoki jamiyatning bir bag'riga ilish hissiyotini his qildinglar deyman. İpek Yolu Sadası qatnaşdı Hasanjon. Qatnashib, 4 ustoz o'rilmedi. 4 ustoz o'rilmagan bilan bu jamiyatning shunday yaxshi olqishiga, hurmatiga erishdi. Bu shunday kelsa, men yotoqda o'tirib tazg'ilabdi men u kuni degan yig'lab. Chunki 4 ustoz qachon Hasanjonning ahvolini bilmaydi-da, shundaqmi? Men deganni yig'lab o'tirsam, kiribdi, "Apa, nim bo'ldi?" deb, "Bolam, sening mijozing yo'q. Sen qizib tursan, mush holat turib, mushunda qilsang, naqshini shunday yaxshi etding" deyman. Bu naqshisi yurkimdan yig'lab ketaman, qiron yoshlarim chiqib ketadi. Mushundaq bo'lsa, bu 4 ustozning birsimi o'rilib qo'ymadi. Ay, biroz o'rilib qo'ysa bo'lmamdi deb men shunda yig'ildim yotoqda. Yig'lasam shuning bilan bu qarab uningga, "Apa, pek psixikangiz yaxshi-da. Bu psixikangiz nim bo'ldi?" dedi. Sizga dars o'tgandek holatga kelibdi-da. Shuning bilan, "Oy, apa, shunda psixikang yaxshi-da. Voy, nim bo'ldi?" deganda shu demisam, g'achchida o'zimni o'ngishdim-da. Sahnalarda sening oldingda bu 4 ustoz seni ko'rmadi, ahvolingni bilmadi desam, men jamiyatdagilarning yesdoshligiga erishmayman deydi. Erishmayman. Hech kimning deymiz o'zimning kuchiga tayinib, o'zimningki aqli bilimimga tayinib, o'zim tirishayman deydi. Voy bolam, rahmat juma desam, "Apa, jurasini mehmon qilay" deydi. Ma'qul bolam, ju bo'ldi deb ikkimiz bilan tomoqlarni yeb İpek Yolu Sadası qatnashganda shunda bo'ldi. Amaliyot shundan keyin menimcha yana boshqacha bir inkas qo'zg'aldi deyman jamiyatda Hasanjonga nisbatan bir texmi qiziqish, texmi qo'llash. Shuning bilan shunda bo'lib ketdi. Mamlakat bo'yicha Shanxaylarga berib musobaqalarga uchib keldi. Men o'ylayman, ana cho'qim safoliq bo'lish kerak. Albatta. Mush bolalarni bir tarbiyalash uchun ana mush boladimi bekrak bilimlik bo'lsak bo'ldi-ku. Mush bolalardan bekrak bilimlik bo'lmasak, bolalar bizni boshqarib ketadi-ku. Hozircha ana bu haqiqatan taskin. Yan bir isim kelib qoldi. Men mush she'rlarga bak qiziqman. She'r yozma o'zimcha. Mush Hasanjon shu nim qilgan vaqtda shu Beijingda turib balamga she'r yozdim men. Şu yazgan şiirim isim kep kaldı. Hoş anlaydı. Candın eziz oğlum idin, aldımdı kündek çaxnıgan, talapetler yetti sana, sundu gönlüm, sundu can. Təqdi qismet xənciri zep bağrımni para qılıp, gazam boldi dil şatlıqım, tünü görünüp yoruq cahan. Dep bir köpli şiir yazgandım. Şu qiyinchiliklarni o'tib ketdi. Şu qiyinchiliklarni o'tib ketdi. Şu mushkulotlarni o'tib ketdi, yig'lab yurib. Endi mishada bugungi kunda Hasanjonning ba'zi bir natijalari bor, ishlayotdi balkim. Sizning ancha-muncha bir nimalarni ap sovuq qilgan muhabbatli hikoyalar bordi, balkim sizni hayajonga solgan. Men Arliqda Urumchiga berib kelsam, Hasanjon bir qiz bilan muhabbatlashibdi. Qo'rqib ketdingizmi, xush oldingizmi? Qo'shib ketdim men. Bu bolam bir muhabbatlashibdi deb. Qo'shib ketsam, shu bilan bu apa men motoy bering deb. Desam, o'zim pul yig'gandim deb, pul yig'ib nim qilibdi. Uning azroq yordam qildik. Yo'q, bir motoni deb. Eli qiz, bekchirayli qiz hamda-chi o qiz. Aş qizdan keyin sep judim aytaqda. Bo'ptilar deb, o'zim xushal boldum. Şunlar qizning anasını qarang. Şunlar ma yo'lda uchrab boshladi dedi. Amangul, Hasanjongo, bek yaxshi bola amdi. Mushinchilik ko'ygandan keyin deb Hasanjonning bir o'yining o'disidan chiqadiganiga o anasi ishonch qilolmabdi. Deganti men shu chaqda o'yladim, ana, mush balla muhabbatlash, tang muhabbatlashib ekanmiz bizmi-chu? Tangla. Xo'shal bo'lsa tang xo'sh bo'lganmiz, muhabbatdan ayrilib ketsa tang ayrilib ketganmiz bizmi? Yig'lis tang yig'lab, xo'sh bo'lsa tang xo'sh bo'lib. Shomlashda dedim, balam
sen ko'nglingni yerim qilma. Sen shunda aktiv energiyalik bola, jamiyatga aktiv energiya taqitsa, sendan nurg'un odamlar uygunidi. Sen nurg'un odamlarning ulgisisan. Yaxshi kunlardek oldingda, ne yaxshi qizlar bor bolam. Voy sen oldirmag'ina, sen bek oldirib ketding, deb yeshin kichik tursa, deb shuning bilan sağlam tamoqlarni ep kelibdi uyda mehmon qildik buni. Asanjonning menga intayin tunishlik bo'lgan tarafi suyimli ustozlar bilan men o'rtoqlashgim kelyapti. Asanjon endi har qaysi programmalarda o'ziga tushliq natijalarga erishgandan boshqa bu nayt mustaqil bir bola. Mening bilishimcha, mening nazarimda Asanjon ayt tirishchan. U hech qachon o'zini men meyib deb o'ylab baqqan emas. Haqiqatan amaliyotda meyiblik u ayib emas. Agarda ayblashga to'g'ri kelsa, ruhiy meyiblikni biz haqiqiy meyib deb tushunsak xatolashmaymiz. Ammo mening tunishimdagi, mening ko'z oldimdagi Asanjon hatto pat-pat ba'zi muzikalik restoranlarda, klublarda, ba'zi haqliq o'yin qo'yish faoliyatlarida ancha-muncha naqsha etib, o'zining xarajatini to'playotgan, hatto qoida bir qancha klublarda naqsha etib vaqtini ulg'artamayotgan, Urumchidami mustaqil ancha-muncha uylarni ijaraga olib tura oladigan va yoki boshqa do'stlarni mehmon qila oladigan, shundoq bir g'ayratlik, shijoatlik, o'ziga tayinib kun o'tkazayotgan bir suyimli inimiz deb o'ylayman. Shundaqmi emasmi? To'g'ri dedingiz. Menimcha, barliq farzandlar to'lib toshgan muhabbatni, mehrni, sevgini ota-onalardan his qila olsa, oiladan his qila olsa, ondan shu muhabbat bilan suv ichib, shu muhabbatga qinib, o'zidagi muhabbatni, mehrni boshqalarga bera oladi. Yuqorida sizning hikoyalaringizni angladik, ham bundan intayin hayajonlandik. Albatta, shu hikoyalarniki nurg'unlari ekran oldidagi bizning suyimli ota-onalarimizga, yosh ota-onalarga intayin ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Endi ona haqida bo'lgandan keyin mening opam esim kelib qoldi. Mening opam balarimga bek yaxshi qaragandi. 2016-yili bizdan vaqtsiz ayrıldı. Opamga atab yozgan bir she'rim bordi. Endi mush fursatda onamni sevginib qoldim. Men she'rni bek hissiyatlik o'qiy olmayman, yozganim bilanchi. Shunda bo'lsa, onamga atab yozgan she'rimni o'qib berishni to'g'ri topdim. No'ruzda kelgin ana. Bahar yetib kelginida iz qo'g'lishib, xo'shlashudu hasrat bilan yilning qishi. Zo'qlanudu No'ruzning sap havosidan, xandan urib joy-joylardan hamma kishi. Kelginida bu No'ruz zo'qshoqi bilan bizga sungan No'ruz ashlaring qini. Keldim bugun uyingga mehmon bo'lib, qoziningda to'qqizdan ashlaring qini. Sen mangan yo'llarga qarayman ana. Seg'ingan ko'nglimga tasalli izlab. No'ruzda qavranga keldim yana. Ezilgan bag'rimni ko'z yoshda bezlab. Ko'z tikib atrofga qardim miskin. No'ruzda xushiding kelsa qayoqdan. Telmurdim hey ana, to'g'lidim. Ana qushlarmi jo'r bo'lib keldi u yoqdan. Amaliyotda ana degan bu so'z faqat ismli emas. Bu shu so'zni tilga og'uchiga nisbatan muhabbat, bexatarlik tuyg'usi, seg'inish ham shundaqla ajoyib bir buyuk til bilan ifodaligi bo'lmaydigan tuyg'u. Balkim suyimlik adam hayotida hamda ana bo'lgan paytlarda yoki analıqning huzurini hamda surishga boshlayotgan paytlarda beshiq kelgan mana shu issiq sovuq kunlarda o'ziga tasalli izlab anasining yo'liga talmirgan bo'lishi mumkin. Ana hikoyasida biz mana shuningdek farzandlarga tasalli bo'layotgan, madad bo'layotgan, rag'bat bo'layotgan, ham shundaqla o'zlarining hikoyasi orqali bizga ajoyib yaxshi ro'y to'rik bo'layotgan analarimiz bilan o'rtoqlashib turamiz hamda ekran oldidagi analarimizga salom yo'llaymiz. Bizdan vaqtsiz ayrilgan analarimizni aslaymiz. Hayot analarimizga to'g'roq yashida uzun umrlarni tilaymiz. Bugun sizga nisbatanmi mushu sahnamizda anangizni seg'inib olishga, shundaqla o'zingizning onaliqingizdan faxrlanib olishingizga bir yaxshi fursat topdi. Bugun sizlar emas, naq maydonimizda Asqar apandimning boshqa yana nurg'un suyumlik analar bor. Bu analar
Belki menden bekrek sizden hikayelerinizga, sizden tuyg'ularingizga, sizden şu vaqtdagi hissiyotlaringizga sho'ng'ib ketgan bo'lishi, qaynamlarga g'arq bo'lib ketgan bo'lishi mumkin. Chunki gerçi bizden bu anılarımızdan beshidan bundaq ig'ir kunlar va yoki o'tgan o'tmagan bo'lsa-mu, ammo ular cho'qim sizning o'rningizda anılık o'rinda turib, hissiyotingizga o'rtaqlasha oladi. Bo'ladi undaqda yana o'xshashlan bizning hurmat taxtimizda saltanat tajini beshiga kiyib, bizning hurmatimizga noil bo'lib o'ltirgan anılık nomi obrazi bilan haqiqiy analarga xos g'ayrat shijoati bilan bizning ehtiromimizga erishayotgan Rayhon xonim siz haqida ikki kalima so'zlab bersa, Rayhon appay marhamat. Mangul kızım, men bugün sizning şu bayatınkı bayallarınızı anlap oturamadım. Çünkü dünyada mundaq mı analar baken? Biz özümüzni ana deb jürüptük, biz ana emaskenmiz. Mundaq mı analar baken deb, muşu cemiyetteki analarının hemisini seriştirip otladım. Ben bunun da Kaysar ana deb isim koyup nam beripti. Ben Amangul'ga Kaysar anadan başka, Batur ana, gayretlik ana, bütün analarının ügünüş ülgüsü ana degen bir muşundaq bir namını bəgim kevatıdı. Rayhon appay, rahmat sizga. Nima uchun deganda bu odatli kishi emas bu. Bir ko'yib ketayotgan balani hozirgi holatda mushu sahnalarga chiqarib naqsh etkizgidek bütün yerde berib, hatta Shanxay, Beijingdagi berib faoliyatlarga qatnashgidek jarayonida bu ana odatdagi jafolarni tatmidi. Bu ağızda demek asan, onu ameliyatda ko'rish tez. Müşkül. Şunun için Amangul nayti jiq japalarını tatipti. Muşu balını muşatga keltirib, hozirgacha mana bayatim mening yanımga necha qata keldi bu bala. Men bayı ko'ribla yig'ladim. Bayı ayada ko'rib yig'ladim. Bu balaga nima bo'lgan, qayerda ko'rdim bu balani desem, oyimga keldi Beijingdan va qayerdan davolanib kelganda biz yo'qlab qolgan. Shundaq bo'lganmi? Bu shundaq bir bala ko'yib ketibdikan deganda biz analar berib yo'qlab oldiga borgan. Mushu bala meni tonib oldi. Suyimli tonib berib bayatın yenimdan ketamidi necha qata. Hamda bugun men amaliyotda o'zimni ko'rib shunchalik ta'sirlandim. Mushu balaning onasi kimdi desam, mana oldimda Güldek oturup. Şundaq çıraylık, güldek, konçaqdek oturgan Amangul ekan. Rahmat. Endi ikincisi Hasanjanning batırlıqıga, ağırlıqqa çıdaş, ruhida, şundaqla muşu nemini, qiyinchiliklarning hammasini yengib, hozirgidek bir holat kelib, anasının tuğulgan kunni qiladigan holatga kelgidek ro'yidan cho'qim hozirgi yoshlar o'rganish kerak. Men Hasanjanni bizning hozirgi yoshlarning o'rganish ulgusi desam bo'ldi ekan dedim. Nimishqadan sog'lom psixika. Hozir bizning bolalarda nima bo'lyapti? Tug'diq, cho'ng qildik, o'yladik, bola chaqliq qildik. Endi nima qilyapti? Bizga o'yappa. Navramni to'y qilaman. Navramni baqsangni baqsan, baqmasang baqsan. Lekin Hasanjan u yo'lda emas ekan. Qanda qilsam anamning xo'sh qilaman. Xo'sh qilaman. Qanda qilsam anamning ro'yini ko'tiraman. Qanda qilsam menmi aşı bu yoshlarga o'xshash men o'zimning rolini ko'rsataman deydigan mushundaq bir holat bu bolada aniq ekan. Intayin g'ayratlik, intayin qaysar bola ekan. Endi shunlashqa men hozir shundaq bir ishga qiz gap qilganba, hozirgi yoshlarning boshqa tarafini o'rganmasin, bu Hasanjanning aniga qo'yish, o'zining kuchi bilan ish ko'rish, o'zimni qanday qilsam men asrayman, anamni qanday qilsam asrayman deydigan mushundaq ro'yidan o'rganib, o'zining kuchi bilan bir ish qilsa deyman. Rahmat appay. Shundaqla partiya, hukumat mushunchilik yaxshi kunlarni berib, bizga mushunchilik yaxshi sharoitlarni tug'dirib berganini ko'rib, Amangulda qaysar ana bo'lib, vatan uchun o'zlarining bir kishilik hassini qo'shishni umid qilaman. Rahmat appay, rahmat. Anikayız gaydi bizge ügüt berse, gaydi bizge acayip
yıqımlıq çöçəklərdək tuyğu berdi. Ana hikayesini anlap qanmaydı ekanmiz. Çünki ana hikayesida analarımızın keçmişləri xatırlangan. Analarımızdan ana şu ötken günləri nurg'ulg'an farzandlarga buningdan keyingi musofasida nəhayət ko'p ilham, rəğbət, mədədlərini, ügütlərini berişi mümkün. Demək, hər bir anının hayatında özüge tushliq bir hikayesi, əslimələri болады ekan. Xoş, bəlkім sizning yuqoridagi hikoyalaringizni anlagandan keyin eng jiq ko'z yesh qilgan Mehrigul muallimninki hozirgi hissiyotida yana aytmoqchi bo'lgan dilbayonlar bo'lishi mumkin. Anglab baqaydi. Biraz Amangül'ün hikayesini baştan ahir jığlab turib anladım ben. Nimishqa? Bək təsirləndim. Meningki Amangül'ün ügündiğen yaman nurgun tarafları bakken. Çünkü ben özümni bir xeyli jasaratlik, gayretlik ana deb hesaplap kepdikenme, men Amangül'ge seliştirganda men yaman acizkenme. Hakikaten Amangül'ün ilqi psixikasının sağlamlığı, gayretlikligi, jasaratlikligi men aslında şundaq bir qaysar bir jigitni qaytadan bir hayatlıqqa eriştiripdi. Mening Weibo'rimga bu Hasanjon ilqi söz qaldırıp qoyuptu. Da aqtırıplam ilqi burun gitar naqşı etip Weibo'da öz taqatqan naqşlarini men şoçan qilib ko'rib şundaq bir naqşlarini şunda yaxshi ko'rib anglaydım. Lekin bu oğlumning beşiğe mundaq bir vaqaning kelib mushunchalik bir davolanish jarayonida 100 qitimdak operatsiyani qabul qilish degan bir kichikgina 7 yoshlik bolaning ta hozirgacha cho'ng bo'lib kelgan tarixida bu qanchalik g'ayrat bilan ko'tirib ketadigan haqiqat. Buni odatdagi normal bir odam beşiği kelmagicha buning holiga yetamaydi. Bu azobni qanchalik ko'tirib ketalaydi. Yana qara texi apsayga chiqib o'tirib, Hasanjon men jiddilashib ketib bormay balam desa, ciddileşme. Bugün şunda yak sözleyse dep ayada turup opsiga medet berivatıdı. Bu ilqi psixikasının qanchalik sağlamlığı bu. İlqi tashqi qiyafatda shunchalik jiq operatsiya, shunchalik jiq azoblarni tatgan bilan buning ichki hissiyotining shunchalik pokligi, shunchalik psixikasının pokizligi, sağlamligini ifodalab bergan amaliyotda bu. Anankin abay oturup men musta bir gapni şundaq uzaq o'yla, tekrar özemge şunda dep ketdim. İnsanның tashqi qiyofatidagi güzellik emasken. Haqiqatan insonning qalbidagi güzellik haqiqiy güzellikkan. Shunda. Men xasiyat davyan, Rizvangul davyan. Nijat ukam anankin mushu hozir japaliq ishlayotgan xizmat korpusidagi barlıq inilerim, oğullarımga bir təklifim var, şununğa bir fürsət bərsəm. Xuluqumuz sizdə. Mən Hasanjon bilan Weibo'da şundaq muңdaşqan, naqşlarını anlagan, Hasanjonni bugun mustaqlı bir jiraqdan ködüm, meşədi bağrımga bir besasam. Hasanjon. Nima degan suyumlik? Jinim, balam, oğlum. Rahmat. Biz ikimiz Weibo'da bək qattiq do'st, bək muңdaşqan, aş xatirlar bor, biz xat yozishibchu. Bir zodi yaqindan bir ko'gim batdi bu o'g'limni. Bugun fursat bo'ldi. Rahmat. Sen bək qamlashqan. Aşındaq chiroyli bir go'zal, onaning bolasi shundaq qamlashqan bir yigit sen. Rahmat. Menim onada. Apa desang bo'ldi. Apa da bolam. Ha? Bolam. Haqiqatan Mehrigul muallim aytib o'tgandek, jasorat kerak. O't ichida tovulinib, haqiqiy bir asar bo'lib pishib ketilish uchun yurak kerak. Albatta mana shu ruhning shundaq bir sog'lom yetilishida onaning uningga bergan ta'siriga, onaning uningga bo'lgan yetaklashiga sal qarashga bo'lmaydi. Men program guruhi nomidan jumladan ekran oldidagi barliq ko'rmalarimiz nomidan sizga minnatdorligimni bildiraman. Rahmat. Rahmat ada. Bulduğunda olsa, növbətdə biz hem de yana davamlıq dadılarning o'rnida turib, agarda mening balamda mushundaq ish bo'lgan bo'lsa, men qandaq taqobul turatdim va qandaq qaraydim deydigan bir bahoni berishga Asqar Rəhib apandimni 2 kalima so'z qilishga taklif etaylik. Asqar aka, ko'nglingiz yerim bo'ldimi bu hikoyani anglab? Albatta. Qandaq bir tuyg'uda bo'lgansiz? Men o'zimni qo'yib o'ylab ketdim. Siz mi shunday o'yladingizmi? Shunday. Men san'at maktabida o'qiyotgan vaqtimda mashq qilish jarayonida meni qo'lim sunib ketdi-chu. Qo'lim sunib ketganda, men sunib ketdi, qo'lim mashta deb xabar topgan ekan, opam shu vaqtda opam aylanib ketibdi ekan-chu meniki. Qo'limning sunib ketganini anglab.
Şununla Esencan'ın hikayesi hem de bu insanların işi de dastan qilib yazgıdak keyingi avlodlarga hikoya ko'chak qilib aytib bergan haqiqiy bir ana balaning haqiqiy hikoyasi shu bu. Chunki balaning bir qatam qalbi azoblansa ananing 10 ming qatam azoblanganmish. Amaliyotda mana bu qarindishimiz inimiz 100 qatam operatsiyaga tushdi deymiz. 100 qatam operatsiyaga tushgan vaqtida Amangul xonimning bu onaning biz tasavvur qilolmaymiz. Qanchalik bir azoblarda qalbining terlarining qanchalik suyulgini, qanchalik azoblanganligini, qanchalik kuyganini uni biz tasavvur qilolmaymiz. Yana birisi apayma deb o'tdi, shunchalik ishin deganda Esencan'a oğlum men qo'rqyapman, men jiddilashayapman juma desa, ashning o'zimi Esencan'ning mana anasiga berayotgan bir xotirjamligi. Chunki hech qanday bir farzand uchun hech qanday bir ana o'ng, saq, chiroyli sat yoki bo'lmasa meyip bo'lmaydi. Farzand uchunmi? Ana uchunmi? Har qanday farzand u degan bir mening bag'rim yerib chiqqan. Ananing ko'zida qaragan farzand hech kim mumkin emas qaramaydi unga. Endi men bu mening atam ketdi. Lekin men atamdan faxrlanadigan yerim bana hem bizge shunchalik mehribon, shunchalik pokiz, shunchalik esil bir ayolni ana qo'yib ketdi bizga. Bizning faxrlanadiganimiz shu. Hamda bizning ko'z oldimizda mana biz hammamiz hem ekran oldidagi mayli cho'nglarimiz olsun, mayli zamanda ta'sirlanishiga hamda bir mehribonlikni, bir aqidini, bir ananing berayotgan qurbonligini buni biz qanchalik tashviq qilsak, bu tashviqotlarimiz keyingi avlodlarimizga eng cho'ng yaxshi darsliklar bo'ldi deb qarayman men. Shunglashqa mening bir yaxshi bir taklifimda mana Amangul xonim sizningki bergan tatgan sizningki jafolaringizga, azoblaringizga, sizning chiroyingiz paqirib, kayfiyatingiz shunchalik nurliqda turayotganini. Shunglashqa hammadan muhimi sizning salomat bo'lishingizni tilaymiz. Yana birisi Esencan inimninki nayte yaxshi ko'rurmeni, ham naqshdan yaxshi ko'rman, ham yaxshi anglayman. Men oldin qatimdagi talant cheklisidimi Esencan qatnashgan. Shundaqmi? Esenjanniki aytgan naqsi men shundaq yashayapman. Men yaxshi yashayapman. Chunki Esenjan shunchalik g'ururliq. Chunki men istashga muhtoj emas, men shunchalik bir mardona e'tirof qilishga muhtoj. Men e'tirof qilishga muhtoj. Meningki shunchalik bir akakdek o'g'ilvoldek yuragim bor, mening shunchalik e'tirof qilsanglar meni deydigan. Shunglashqa sizningki chunki bu hikoya men degandek tillarda daston bo'lsa desak, chunki sizning she'rlaringizga, sizning yozgan qalbingizdan chiqqan durdanlaringizga mana Esenjanningki eng go'zal ovozi bilan muzikalar birlashib bir naqsh pishsa, bundan buyuk bir yaxshi hikoya bo'lmaydi deb qarayman. Rahmat balkim farzandning tiniga zahmat yetsa, onaning yuragiga zahmat yetishi mumkin. Biz bu ömrümüzde onalarning tuyg'usida turib, onalarning o'rnida turib bu hissiyotni ta'min etishga nisb bo'lmaydi. Çünkü biz erkek. Ama biz bu hissiyotning, bu tuyg'uning ajoyib büyük ulug' ekanligini bilamiz. Anglab cho'ng bo'lgan, ko'rib cho'ng bo'lgan.
Her bir farzandning hayotida balkim shundoq bir suyimlik anılar bo'lishi mumkin. O'zi uchun yugurib oldiga chiqa oladigan, qanot bo'lib, qalqon bo'lib qo'g'diya oladigan. Xosiyat xonimi boshdan oxiri Üntinsiz aldı sükut bilen sizin hikayelerinizge kulak saldı. Elbette mezkur programınınki film işligütsi bulu süptü bilen hem manımuşu timini bugün yoğurtup ekran aldıdaki körünmellerge yetküzüşte. Yaxşı bir soğat süptüdü sunuşta belki özünün oylağaları buluşu mümkün. Ona Xosiyat hanım, siz bugün bir ana hem muşu programının film işligütsi bulu süptünüz bilen bugünkü timler hakkında özünüzün göz qarashlarınızı yoğurtup etsiniz. Ben Amangül Edem'nin Abayt'ın hikayesini anlap oturup Özemnin 13-20 yıl burun şu günüm göz aldım kep kaldı. O günü neymiş oğan? Okşaşlı benim kızım o 1-20 yaş vaxtıda 13 yıl burun işte kaynak su tökülüp köyüp kalgan. Bir çeynek kaynak su. Şu abay Amangül Edem'nin hikayesini anlaş jarayanda özemnin şu vaxtki hissiyatım, hodaylık özemnin bütün şu vaxtki şu gündeki görünüşlerim kino kartinistek bir baştan göz aldımdan ötüşkü başladı. Bunu sözlese işkim belki abayınız gözü iş kılgan bulduk. Görürmenler olsun, anlıqçılar olsun. Fakat bunu bir ekranda görgenler olsun. Meyli biz bulaylı anlıqçılar bunu fakat bir hikaye, fakat kino görüp atqandek hissiyatı anlaydı. Lekin ma oxşaş özünün beşiden hakiki köçürüp bakkan bunu his qilmaq pek tez. Tasvirlashtas. Amangül Edem'ge qayıl oldum. 7 yaştan hazır 30 neçə yaş kirgitçe özünün en sağlam psixikisi, özünün en yaxşı ruhi haleti, özünün en kaysarlik, cesaretlik ruhi haleti bilen özüden işip balısıga şunçilik gayret ata qılıp, şunçilik cesaret, şunçilik işenç berelgenning özü bu hemme adamның qo'lidan kelaverdigan iş emas. Bu acayip bir kaysarlikni, acayip bir merdanlıkni talep kıldı. Çünkü bir şey kelgenden bildi. Ana buluş aldı tutuğan, ana bulmakçı buluvatkan hanım kızlarımızınki muşundak bir aktif enerjiyelik, cengivarlık, naiti gayretlik ruhtan özüge ilham elip, cemiyetimizge aşındak süpetlik, aşındak gerçe cismani cihetten sağlam bulmusu mu? Jürk sağlam, ruhi sağlam. Yaşlarımızdan ülgelip, gerçi özünün cismani, ruhi, cismani cihetten nait kilişken, nait kamlaşkan, nait sağlam bolsu mu? Şu ata anılağı yönülüp alıdığan, özü de bağ boğan, alayidlikni cari kıldımaydıgan, muş yaxşı şarayet, yaxşı turmuş şarayetlerden önümlük paydalanmay, yanılam cemiyetke bazı avarçılıklarını toğdurup atkan, terakkiyatımızga avarçılık toğdurup atkan, ailemizge avarçılık toğdurup atkan, yaşlarımız mana muş Hasanjandek gerçi özünün cismaniyeti aciz bolsumu özününki kalbideki cesaret bilen özününki en aktif enerjiyelik ruhiyeti bilen cemiyetke sağlam boğan energiyani taqitib jamiyatga to'kib qo'shayotgani shundaqla xonim qizlarimizninki o'sha Amangül Edem'dan ulgi elib zada ana deganning qandaq bo'ladiganligini haqiqatan analarninki bizga singdirgan ajrininki qanchalik cho'ngligini his qilib o'zining jamiyatga eng ilg'or, eng jasoratlik, eng mehribon bir ana bo'lib jamiyatga to'kib qo'shishni umid qilaman. Rahmat Xosiyat muallim, xursand bo'ldik. Bizda albatta jamiyatimizda yana shundoq munavvar otalar bor. Farzandlariga ham ota ham ona bo'lib atgan. Biroq bizning bugungi temamiz ana haqida ilib berilayotganligi uchun, programmamiz analarga bag'ishlanganligi uchun biz analar haqida so'zlashni to'g'ri topdik. Bizning bugungi hikoyamizning bosh qahramoni o'zining o'tgan 25 yil guldek hayotini farzandining sog'lomligi, xushalliqi, sog'lom bo'lgan ruhiy holatini yetildirish uchun bag'ishlab,
Farzandining kulkisidan ro'yi o'ziqqa ega bo'lib, farzandining natijalaridan suyunib, farzandining muvaffaqiyatini o'zimning muvaffaqiyati deb bilgan bir onaning hikoyasi haqida to'xtalyapti. Biz bu hikoyalarni anglash jarayonida hayajonlandik, ko'z yosh qildik. Texmi ko'praki biz sizdan faxrlandik, iftixorlandik, suyundik. Jamiyatimizda mana shuningdek untinsiz holda o'zining yoshligini, barlig'im balam uchun, balamning barligi uchun deb beg'ishlab turib, qurban qilayotgan onalarimizning bor ekanligidan ajoyib hayajonga cho'mildik. Jumladan ekran oldidagi barcha men qilolmayapman, qilishga qurbim yetmaydi, men o'zimga ishonmayman va yoki men qandoq qilaman deydigan, asli tamoman qila oladigan yigitlarimizga hamma odamning olmasdak faqirg'isi keladi. Ammo hech kimning olmasdak qirilg'isi kelmaydi. Balkim bir qumushning bambuk notisidan nega aylanishida nurg'un pichoq tiyib, qirilgan, tovlangan jarayonlar bo'lgan bo'lishi mumkin. Agarda u uni xohlamasa, u faqat bir kiyim asqishga aylanib qoldi xolos. Chiroyli hikoyalardan keyin agarda ijozat bo'lsa, Hasanjon inimni sahnaga gitari bilan taklif qilib olsak.
Mihriban ana, ana, mihriban ana, ana, kadirdan ana, ana, mihriban ana, ana, kadirdan ana, kadirdan ana. Söyümlük, aziz təkliflik mehmanımız. Yuqorida Hasanjon inimning aytgan naqsi bizga shundoqla ikra oldidagi barliq ko'rmanlarimizga ko'ngil so'g'imiz bo'lsin. Biz mana shu naqsha orqali programmamizni yoqtirib ko'rayotgan har millat ko'rmanlarimizga jumladan ekran oldidagi har millat onalarga salomimizni yo'llaymiz. Shundoqla ana shuningdek munavvar onalarning hikoyalarini ilib mana shu sahnamizga yana davomli kelishini qizg'in qarshi olamiz. Albatta programmamizning oxirlash minutlarim bo'lib qoldi. Bugun sizning ta'sirli hikoyalaringizdan yuraklarimiz suyundi. Onalarda bor xislat, onalarda bor shijoat bizni ajoyib hayajonga soldi. Programmamizning oxirgi paytlarida sizga tayyorlagan ko'ngil so'g'imizni mana shu sahnada sizga deya qilmoqchimiz. U bo'lsa Şinjan Berginoz xalqaro savdo cheklik shirkati bizning programmamizga qatnashgan barliq onalarga tayyorlagan ko'ngil so'g'ilaridan bir dona oltin uzuk bilan Gülginoz markasidagi yurishlik mahsulotlar ekan topshirib olg'aysiz. Rahmat. Menga oltindek paqirab turing. Har vaqt aziz bo'ling. Rahmat. Xo'sh, ekrandagi aziz ko'rmanlar, naq maydondagi suyumlik mehmonlar. Mana shuning bilan Şinjan o'zchin yemaklik taraqqiyot cheklik shirkati tajdorligidagi Şinjan Bakira xalqaro savdo cheklik shirkati alayida qo'llagan ona hikoyasi programmamiz mushada oxirlashdi. Keyingi programmamizda yana qaysi suyumlik onlarimiz bu sahnada o'z hikoyasini bayon aylaydigandir. Agarda quloq silishga qiziqsanglar, keyingi programmamizni dal vaqtida ko'rgaysizlar. Men riyosatchi Nijat Vali Yaqub, keyingi programmamizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.